Assalomu alaykum. Efirda My News informatsion dasturi. Studiyada men Abror va Sarnoz va hamkasbim Muhiddinov Muhammad Aziz. Muhammad Yusuf nomidagi ijod maktabining o'quvchilari Xalqaro Hippo English Olympiad tanlovining viloyat bosqichida ishtirok etishdi. Quvonchli tomoni shundaki, ularning orasidan 2 nafar o'quvchimiz tanlovning Toshkent shahrida bo'lib o'tadigan respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdilar. 11-sinf o'quvchisi Yo'ldashev Bekmuhammad Hippo 5 yo'nalishi bo'yicha 1-o'rin, 9-sinf o'quvchisi Akramla Sevara Hippo 4 yo'nalishi bo'yicha faxrli 3-o'rinni egalladilar. Maktabimiz nomidan o'quvchilarga omad tilaymiz. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi Prezident ijod hamda ixtisoslashtirilgan maktablarning vatan tayanchi bolalar va o'smirlar vatanparvarlik harakatiga a'zo o'quvchilar o'rtasida Turon yo'lbarslari harbiy sport musobaqasining respublika bosqichi bo'lib o'tdi. Mazkur tanlovda Muhammad Yusuf nomidagi ijod maktabining chaqiruviga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani rahbari Furqatbek Hojimatov boshchiligidagi sohibqiron jamoasi faxrli 1-o'rinni egalladi va chet elga ta'lim sayohatini qo'lga kiritdi. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi hamda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining rejasiga asosan Muhammad Yusuf nomidagi ijod maktabida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Andijon viloyat bo'limi rahbari shoira Xurshida Vahobjon qizi bilan navbatdagi mahorat darsi tashkil etildi. Respublikamiz bo'ylab O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida boshlangan viloyat respublika kitobxonlik haftaligi doirasida Muhammad Yusuf nomidagi ijod maktabi kutubxonasiga O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi tomonidan 100 ga yaqin asarlar sovg'a qilindi. O'quvchilarni kasbiy faoliyat yo'nalishini tanlashda ko'maklashish hamda ijodiy qobiliyatlarini yanada rivojlantirish maqsadida ijod maktablarining 10-11-sinf o'quvchilari uchun dramaturgiya dars mashg'ulotlari yo'lga qo'yilgan. Navbatdagi mashg'ulotlarda Muhammad Yusuf nomidagi ijod maktabining o'quvchilari viloyat bolalar qo'g'irchoq teatrida dramaturg, ssenarist Mansurbek Ro'ziyev ishtirokida o'tkazildi. Raqamli avlod qizlari tanlovi ayollarni qo'llab-quvvatlash va ular uchun rivojlanish imkoniyatlarini yaratish bo'yicha Prezidentimizning olib borayotgan siyosatining yorqin namunasidir. O'tgan 5 yil ichida 7000 dan ortiq qiz IT olamiga qadam qo'ydi. Joriy yilda esa tanlov turli mamlakatlardan iqtidorli qizlarni birlashtirdi. Mazkur loyihada maktabimizning 10-sinf o'quvchisi Abdumanop va Xosiyatxon ham ishtirok etdi. Bizda hozircha shular edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni ham chiqardinglarmi? Ha. Birda oldik-ku. Ketyapmiz endi ta'lim sayohatiga. Yuringlar.